Assalomu alaykum, kanalimizning obunachilari. Hozir bizga velosipedning yangicha elektron varianti yetib keldi. Hozir sizlarga buni obzorini qilib o'tamiz. Endi birinchi o'rinda tablolarga kelsak, mana yonish sistemasi pastda joylashgan bo'ladi. Mana tabloimiz yonida, tabloimiz zaryad tezliklarini kilometrlarni ko'rsatadi. Tepada zaryadni ko'rsatyapti. Bu tomonida velosiped qilib minadigan bo'lsa 7 ta skor mavjud. Bu tomonda tormoz va jiringlari ham mavjud. Endi old tomonlarida fonarlari bor va original amortizator bilan jihozlangan. Ko'ringlar amortizatorni. Oldilari diskli tormoz. Dizaynlari ham o'zgacha dizaynlar ishlatilgan. Bu narsasi balon chiqargani bo'lsa kerak. Ko'pincha shuning uchun ishlatiladi. Endi akkumulyator joylashishi bo'yicha mana bu tomonlar stop tomonlari va orqalari buning 7 ta skoroslari. Pedallari ham originaldan qo'yilgan. Orqa ham ya'ni diski tormoz bilan qolgan. Egarlari yumshoq egarlardan qo'yilgan. Hozirchini ko'ryapsan. Keyin bu tomondan egarini tushirib ko'tarsa bo'ladi. Shu narsani ko'tarib, tushirib ko'tarsa bo'ladi egarini. Endi buni akkumulyator volti, zaryadchilari, akkumulyator voltini tekshiramiz. Zaryadchilari ko'rib turganingizdek shunaqa noodatiy dizaynda chiqarilgan bo'ladi. Suqish joylari ham mana. Keyin ramalarga e'tibor bersak, mana bu tomonda ham qalin ramalardan joylashgan. Temirlik 100%, mana bu tomonlari ham hamma yo'q temirlik bo'ladi. Kimga qiziq bo'lsa, pastda nomer qoldirib ketamiz. Endi buni narxi endi chiqadi. Kommentariy yozib qo'ysalar, chiqishi bilan narxini yozib yuboramiz. Pastda nomer qoldirib qo'yamiz. Kimga zarur bo'lsa, o'tib bemalol Telegram va WhatsApp orqali murojaat qilsalar ham bo'ladi. Keyingi videolarimizni o'tkazib yubormang. Salomat bo'linglar.